Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun 26-mart. Xudo xolasa egadan Nexus 2 mashinamiz keldi. Mashinamiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgan probegi 170 ming. Kraskalarga keladigan bo'lsak, chakka-chukka kraskasi bor ekan. Kalyanlarida, yo'l-yo'lda ishlangan yerlari, shillarida udar yo'q mashinamizda. Gelip o'zingiz ham ko'rib olaverasizlar. Mashinamiz holatlari, ishlarni zo'r ekan, ishlari. Chexollarini toza. Mashinamizni egadan yine 61 milyon so'mga qo'yibdilar. 62 milyon olsa beramizmi? Ishonchli garantiyali Nexus'ni ko'rib olaverasizlar. Metallari bor mashinamizda. Rasot yok. Dönüp durdu yine canavar. Mesela küçük balığımız kere yaptı sodada. Maşinamız durdu yine.